Uyg'urlar Shvetsiyaning poytaxti Stokholmda parlament oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini talab qildi. Shvetsiya Uyg'ur ma'arif jamiyati uyushtirgan namoyishda parlament oldida chidir qurildi. Faoliyatchilar Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik e'tirof qilinsin va jazo lagerlari taqalsin degan shiorlarni to'ladi. Shvetsiya Uyg'ur ma'arif jamiyatining iqtisod ishlari mas'uli Adam G'olib Anadolu agentligining ziyoratini qabul qilganda o'zlarining parlament oldida chidir qurib, 6 oy har kuni namoyish qilganligini aytdi. Taxminan 3 million Uyg'urning Xitoy tarafidan jazo lagerlariga qamalganligini bayon qilgan G'olib mundaq dedi. Kanada, Gollandiya va Amerika Xitoyning Uyg'urlarga qarshi turish harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Sürgündeki Uyg'urlarga vakillik qiladigan eng cho'ng guruh Dünya Uyg'ur Qurultiyi Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga xat yozib, uningdan Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan suhbatda Uyg'urlarning ahvolini muzokara qilishni talab qildi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi xatida Xitoy doiralaridan Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarini taqashni talab qilgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa Apandi Blinkenga yozgan xatida mundaq dedi. Oldi bilan Xitoy Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini darhol va shartsiz oxirlashtirish kerak. U buning barliq jazo lagerlarini taqash va nohaq qamalganlarning hammasini shartsiz qo'yib berishini o'z ishiga oladiganligini bildirdi. U mundaq dedi: Xitoy Sharqi Turkiston va boshqa rayonlardagi majburiyat emgakini to'xtatishi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kuzatuvchilarining tekshirishiga yo'l qo'yish kerak. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan Xitoy Tashqi ishlar markaziy ishxonasining mudiri Yang Jiechi va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Blinken Xitoyning faoliyatlari yer sharining muqimligiga kafolatlik qiladigan qoidalarni asos qilgan tartibga tahdid soladi dedi. U Xitoy vakillar o'makiga Amerikaning qoidalarini asos qilgan tartibni kuchaytirishga bel bog'laydiganligini yetkazdi. Minister Blinken suhbat jarayonida Amerikaning Sharqi Turkiston rayoni, Hong Kong, Tayvan va to'g'ri hujumi qatorliq masalalarni muzokara qiladiganligini bildirdi. Oqsaroy davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan mundaq dedi: Amerika andishini samimiylik bilan o'tirg'a qo'ydi. Amerika to'qinishni xohlamaydi, ammo u vakillik qilgan qimmat qarashini va do'stlarini qo'g'daydi. Jasusluq jinoyati bilan qo'lga ilingan 2 kanadalikning Xitoyda sotlanganligi e'lon qilindi. Kanada bo'lsa, biz buning xohlagancha qo'lga ilishganligiga ishonamiz dedi. BBC'ning xabar qilishicha, Kanada Tashqi ishlar ministri Mark Carney Xitoy doiralarining Kanadaning Xitoydagi bosh elchixonasiga Xitoy doiralari tomonidan jasusluq bilan ayblanib, qo'lga ilingan kanadalik Michael Spavor va Michael Koregning sudga tortilganligini uqtirganligini aytdi. Ministr Carney mundaq dedi: Biz bu qo'lga ilishlarning xohlagancha ekanligiga ishonamiz. Biz sud jarayonida ochiq oshkora bo'lmag'achqa davomli andishalarimizni bildiramiz dedi va 2 kanadalikning qo'yib berilishining eng muhim ish ekanligini, Kanada doiralarining sudga qatnashishini talab qiladiganligini bildirdi. 2018-yili 12-oyning 1-kuni Xitoy texnika magnati Huawei'ning xo'jayini Ren Jingfei'ning qizi Meng Wanzhou Amerikaning Eronga qo'ygan embargosiga xiloflik qilganligi uchun Kanadada qo'lga ilingan va 2 davlat munosabati yeriklashishga boshlagan. Shimoliy Koreya hukumati Malayziyaning bir fuqarosini Amerikaga qo'g'lab chiqarish qarori sababidan Malayziya bilan bo'lgan diplomatik munosabatni oxirlashtirganligini xabar qildi. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar ministrligi Markaziy axborot agentligiga bergan bayonotida Malayziya sud mahkamasining 2019-yili bu davlatda tutib turilgan Shimoliy Koreya fuqarosi Moon Chol-myungning poraxo'rlik jinoyati sababli Amerikaga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqarganligini bildirdi. Begunoh Shimoliy Koreya fuqarosini qo'g'lab chiqarishni qaror qilgan Malayziyaning kechirgusiz jinoyat sodir qilganligi ta'kidlangan bayonotda mundaq deyildi: Shimoliy Koreya Demokratik Xalq Jumhuriyati Amerikaning bisimiga bo'ysunish orqali dushmanlik pozitsiyasida bo'lgan Malayziya bilan bo'lgan diplomatik munosabatni butunlay uzganligini e'lon qildi. Malayziya Oliy sud mahkamasi 9-mart Shimoliy Koreya fuqarosi Myungning pul yuvish jinoyati bilan sudlanib Amerikaga qaytarilishi mumkinligini qaror qilgan.